Hürmetli vatandaşlık şiirlerine devamlaştırırız. Bugün Çislak 2019 yıl 11. ayının 26. günü haftığı seyşembe. Endiki mavzumunda. Cumhur'un Müslümanların nazarband qilishing qandoq tashkillanganligi pash qilingan materiallar oshkorlandi. Mavzuli xabar 11 ayning 16 kuni New York vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Abdur Avustin Ramzi bilan Chris Buckley. Bugun bu xabarning 7 qismini leksiya qilib so'zlaymiz vatandosh sizga. Tunigan Sovetlarning qirliq aynigi degan kichik mavzuda to'xtalgan edi. Xi Jinpingning dadasi eng burungi kommunistlardan edi. 20-asrning 80-yillarda sonliq millatlarga texnik keng siyosat berishda qo'llagan kishi edi. Bazı tahlilchilar Xi Jinping 2012 yil 11 oyda Markaziy komitetning sekretarligini ustiga olganda dadasi o'xshash muloyim, mo'tadil siyosat qo'llanadi deb faraz qilishgan. Lekin bu qatam Xi Jinping ta'kidlab Xi Jinping Sovet ittifoqining qandoq gumron bo'lishidan iborat qirliq aynakdan qaraganda Jungo duch kelgan xatarni tonib yetdi. Xi Jinping Sovetlarning yemirilishini ideologiyani bo'shashtirib qo'yganlikdan va rahbarlarning ojiz iqtidorsizligidan ko'rdi. Xi Jinping Jungo qurolligining har qaysi joylarida Jungo kompartiyasining hukmronligiga qarshi paydo bo'lgan xiristlarni tozalamoqchi bo'ldi. G'ayri fikirdagi arboblar, hatto advokatlar buning birining kaynidan biri qo'lga olindi. İzdiraksiz g'oyib bo'ldi. Xinjiangda Sovetlarning burungi ittifoqlash jamiyatlarini misolga olib, sabablarni o'tirib qo'yib mundoq dedi. İqtisodning taraqqiyoti jamiyatni irqiy, milliy bo'lgunchilikning ta'siridan qutuldira olmaydi. Xi Jinping shu qatimqi rahbarlar yig'inida mundoq dedi. Baltiq bo'yidagi davlatlar shu vaqtlarda Sovetlarda eng tez taraqqiy qilgan ittifoqlash jamiyatlar edi. Shundaqla Sovetlar yemirilgandan keyin birinchi bo'lib Sovetlardan ayrilib chiqib davlat qurdi. Yugoslaviyaning nisbiy gullanishi va taraqqiyotimi Yugoslaviya parchalanishdan burun saqlab qola olmadi. Biz mundaq deymiz, taraqqiyot bizning eng muhim ishimiz. Uzun müddetlik tinchlik ve terakkiyatın asasıdır. Bu terakkiyatının asası. Biz elbette doğru dedi Xi Jinping. Bu elbette doğru dedi Xi Jinping. Geçirenler. Lekin terakki kılış bileli hemen neresi hal bulup gidiyor. Digili bulmaydı. Xi Jinping notuk sözlegende Uygurlarning Jungo'ga qarshi tarixini sözlep ötdi. Hiç bulmaganda alaqadar taraflar nusxuluq tayyorlaydigan tarixdan to'liq xabardor idi. O Xi Jinping Jungo rahbarlari oshkora so'riladi. Zodili eg'izga ololmaydigan bir ishni, ya'ni Uyg'urlarning 20-asrning oldingi yerimida davlat qurib, qisqa vaqt bo'lsa-mu davlat o'zi boshqarganligini muhokama qildi. Uyghur qurolliqlarining zo'ravonligini Kompartiyaning Xinjiangni tizginlashga ta'siri yetkazolmadi. Garchi 2009 yil Urumchida qo'zg'olon ko'tarilib, 200 nafar kishi vafot bo'lgandan keyin ajallik hujum qilishlik ko'payishga boshladi. Lekin ko'lami yanada ancha zo'r emas edi. Yuz bergan o'rin va joylar tarqoq bo'ldi, vositalar oddiy bo'lib qoldi. Shundaq bo'lsa-mu Xi Jinping ogohlantirish berib, mundoq dedi. Zo'ravonlik Xinjiangda taraqqiy qilib, Jungoning boshqa joylariga kengaydi. Kompartiyaning o'zgartirib bo'lmaydigan obraziga zarar yetkazishi mumkin. Xi Jinping davlat rahbarlari yig'inida mundoq dedi. Agar bu tahdidlarni yo'qotmaydigan bo'lsak, jamiyatning muqimligi zarbiga uchraydi. Har qaysi millatlarning ittifoqligi buzg'unchilikka uchraydi. Islohot va taraqqiyotning vaziyati ta'sirga uchraydi.
O Xi Jinping diplomatik oylanışlarını bir tarafga qayırıp koyup Şinjan İslam radikalizminin yıltısı ottırı şerhte dedi. Hem de agahlandırıp bundak dedi. Suriye ve Afganistan'daki davalgıçlar Cungo duş kelediğin xaterde tehemi küçeytidir. Xi Jinping bundak dedi. Uygurlar allakaçan bu işki devletke Afganistan'ı Suriye'ye yetip geldi. Ola belki tecrübelik cangçilerge aylanışı mümkün. Ola Cungo'ga qaytip gelip özlerini Şarkı Türkistan dep ataydıgan devletne koruşu mümkün. Amerika Afganistan'dan asker çekindirgen keyin Afganistan, Pakistan çığırağları dolturaklaşkan zoravallah teşkilatları Otur Asya'ya sınıp kirdi dedi Xi Jinping. Devamını keyin anlayış vatandaş.